Toshmi posti. Mana. Toshmi postdan pastga qarab, Minvadaga qarab ketaverish. Yo'lni cheti axlatga to'lib yotibdi. O'zbek xalqi shunchalik farosatsiz bo'lib ketdimi? Nima bu hamma narsa bor, Bolasini ishtoni ham bor, mana chiqindili to'lib yotdi ariq. Toshmi postdan bu yoqqa ichkariga kirganda bu yerda lo'lilar yashamaydi, o'zbeklar yashaydi. O'rislar ham yo'q bu yerda daji bor. Ne bunaqamiz, Ne ariqlarni mana to'ldirib tashlab, uyidan musor olib chiqib, mashina tashab ketadimi bular? Hayronman. Bu musor, shundoq musor. Bu chiqindixona emas-ku, bu yo'l-ku, azizlar. Bu qaramaymizmi? Tarbiya bermaymizmi bolalarimizga? O'zimizga tarbiyali bo'lmaymizmi? Qachon bo'lamiz bunaqa? Bunaqada ko'karmaymiz hayotda. Mana hamma mashina davlat amaldorlari kelib qilmaydi, o'zimiz qilganmiz mana mashina. Mana shu musorlarni olib chiqib tashlagan. Yo'q bo'lmasa talab qilishni bilmaymiz, musor mashina kelishini. To'g'ri, qishloq tomonlarga musor mashina kelmaydi. Lekin talab qilishimiz kerak shuni kelishi uchun. Rasvosi chiqyapti.